95% tog'lar. Ohak toshdan chiqqan qog'oz. Oddiy qog'oz. Sellyuloza qog'ozdan 2 barobar arzon. Meva-cheva upa-ko'pka qilaman desangiz, o'ziga namda olmaydi bu. Suvda o'tkazmaydi. Suvda paqir qilib solib yursangiz bo'ladi bu qog'oz. Yozgan narsangiz suvda uchmaydi. Suvda tayda ham yozaveradi. Mana shu xuddi shu qog'ozdan bugun mana daftarlarni olib keldim. Mana toshdan qog'ozdan daftar. Toshdan qog'ozdan kitob. Toshdan qog'ozdan gazetalar. Mana. Agar Qirg'izistonda odam bo'lib shuni Qirg'izistonga ham quraylik desa, biz yordam berishga tayyormiz. Agar Qirg'izistondan tadbirkorlar bo'lsa, ko'p narsa ko'rsatamiz. Qolishsin, bir hafta 10 kun qolishsin, bizni zavodimizda yurishsin, o'rgan bo'lsin, kelib bu yoqda qilsin. Biz yordam berishga tayyormiz. Biz juda ham ko'p narsa ishlab chiqaramiz. Bizning korxona bir yilda 20 ming dona invalid ko'ylak ishlab chiqaramiz. 45 ming dona qo'ltiqtayoq hassa xadunov ishlab chiqaramiz. Mana agar sizda rayoningizga kerak bo'lsa, biz endi siz boshqalarga sota turgandan bir 15% arzon qilib sizni xalqingizni ta'minlashga tayyormiz. 6-yilda ochganmiz O'zbekiston Germaniya qo'shma korxonasi. Eshitish moslamalari ishlab chiqaradi. Quloqning orqasida turadigan, quloqning ichida turadigan eshitish apparatlari, sluxoviy apparat. Miyani ichida turadigan kohlearniy apparat. Bu apparatni qo'ygandan keyin biz 6 oy o'zimiz reabilitatsiya qilib beramiz. Ikkinchi qo'shma korxonamiz Daniya bilan. Shu eshitishga bog'liq apparaturalar ishlab chiqariladi. 14-yilda ochganmiz. Bir martalik idish ishlab chiqaramiz. Eron bilan qo'shma korxona bu. Xitoy bilan qo'shma korxonamiz toshdan qog'oz ishlab chiqaradi. Daraxtlarga sepadigan dori ishlab chiqaramiz. Mana sizlarda yong'oq ko'p, Qirg'izistonda hosil ola olmayapsizlar. Sababi bargimdek bo'ladi, lista bertiydigan kasalligi bor. Bargi trubka bo'lib qoladi. Shuni faqat bizda dori oladi. Nomi Farg'ona o'tdi. 1 litri 100 litr suvga. 1 litri